hurmatli kitobxonlar, men Baxmal tuman axborot kutubxona markazidagi mavjud adabiyotlardan biriga bibliografik obzor, ya'ni sharhlab bermoqchiman. Qo'limdagi ushbu kitob muallifi Mirkarim Osim, asar nomi To'maris, janri tarixiy qissa. Toshkent Yoshlar nashriyot uyi, 2019-yil, 144 bet. Bu asar qadimgi O'rta Osiyo tarixidagi jasur ayol sarkarda Massagetlar malikasi To'maris hayotiga bag'ishlangan. U o'z yurtini Eron shohining bosqinidan himoya qiladi. Xalq ozodligi uchun mardonavor jang qiladi. Asarning bosh g'oyasi vatanparvarlik, ayolning jasorati va erkinlikdir. Mirkarim Osim To'maris siymosida xalq g'ururi, sabr, toqat va mardlikning yuksak darajada tasvirlay olgan. To'maris bu nafaqat tarixiy qissa, balki bizni o'z tariximizni sevishga, vatan uchun fidoyi bo'lishga chorlaydigan ibratli asardir. Shuning uchun ham men sizlarga ushbu asarni o'qishni tavsiya qilaman.